Hürmetli vatandaşlarım, leksiyimizni davamlaştırırız. Xi Jinping Amerika'ni ziyaret qilish orqali Amerika-Jungo munosabatining vaziyatini o'zgartiramdi. Mavzuli xabar. 8 ayning 26 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlan. Washington. Jungo'nun reis Xi Jinping, Jungo'da partiya hükümetinin birinci kol rahbari bulup saylangandan keyin 9 ayda tunji qatimliq Amerika ziyaretine başlaydı. Bu yıldan başlap Amerika-Jungo münasebeti ciddi münasebetler üstülep ciddilişip gitti. Bu yıldan başlap Amerika-Jungo münasebetideki ciddi münasebetler yani üstülep ciddilişip gitti. Özlüksüz sürkülüş yüz berip durdu. Janubi Jungo dengizde Jungolukla aral yasagan işlardan başlap Amerika torbetleriga Jungo hakkerlarining hücum qilishig'icha, xiyonatchi amaldarlarni qo'g'lab tutishdan pul qimmatini tushirishgacha, uningdan boshqa texmi ko'p Amerika bilim biligi mutaxassislarining Washingtonning 30 yildan beri Jungo qo'llangan uchrashuv siyosatini o'zgartirishni chaqiriq qilg'icha Jungo Amerika munosabati jiddilashib ketdi. Onunğa undaqda reis Xi Jinping bu qatim Amerikani ziyorat qilishida qanchalik ilgirlashlarga erishalaydi? Amerika Qo'shma Shtatlari taraf reis Xi Jinpingni qanday kutib oladi? Bu qatim o'tkazilgan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo Xalq Jumhuriyati davlat boshlig'lari suhbati o'zliksiz davomlashayotgan ikki davlat munosabatining jiddiy vaziyatini o'zgartiramdi. Hadisen Tadqiqat Institutining tadqiqotchisi Xallian Chao mundaq hisobladi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Jungo ikki davlat reis Xi Jinpingning Amerikani ziyorat qilishidan o'xshashmagan darajada umid kutmoqda. U mundaq ko'rsatdi. Reis Xi Jinping amaliyotchan bo'lib, Amerika-Jungo munosabatini yaxshi taraqqiy qildirgan ta'sirot yaratishi mumkin. Amerika taraf texmi amaliyotchan bo'lishi mumkin. Chunki Prezident Obama siyosiy miros qoldirish kerak. Her ikki taraf garchi yuqori darajaliklar uchrashishining muvaffaqiyatga erishishini umid qilsa-mu, biroq Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'rtasidagi raqobat intayin kaskan. Diqqat vatandoshim. Biroq Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo o'rtasidagi raqobat intayin kaskan. Yumshab qilish mumkinligi yo'q deyarlik. New York shahar universitetining tadqiqotchisi Shaman mundaq ko'rsatdi. Iqtisodning taraqqiyotini uzundan beri Jungo Kompartiyasi hokimiyat yurgizishning qonunliqligining manbai bo'lib keldi. Shunglashqa reis Xi Jinpingning Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qilish maqsadlarining biri shundaqki Jungo iqtisodini krizisdan qutuldirib qolish uchun ahamiyatli tashqi sharoit yaratish. Demak, Xi Jinpingning Jungoni Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qilishining maqsadlarining biri Jungoni iqtisodiy krizisdan qutuldirish uchun yaxshi tashqi muhit va tashqi sharoit yaratish kerak. Shuning uchun Jungo taraf balkim Amerika Jungo ikki taraf mablag' solish kelishimi imzolash jihatida besish hosil qilishi mumkin. Xallian Chao yana mundaq ko'rsatdi. Reis Xi Jinping savdo sanoat sohasida manfaat berishga tayinib, Amerika savdo sanoat sohasida qoyil qilishi, shu orqali Amerika tarafining ba'zi masalalarda yo'l qo'yishini qo'lga keltirishi mumkin. U mundaq dedi. Reis Xi Jinping tafakkurni o'zgartib, dunyoga bop keladigan qimmat qarashlarini e'tirof qilib, islohotni ham haqiqiy yo'sinda cho'nqurlashtirmaydi ekan, undaqda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo Xalq Jumhuriyati ikki davlat mohiyatlik o'zgarishning o'ttiriga chiqishi mumkin emas. Undaqda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo Xalq Jumhuriyati ikki davlat o'rtasida mohiyatlik o'zgarishning o'ttiriga chiqishi mumkin emas. Shaman apandi mundaq ko'rsatdi. Reis Xi Jinping bu qatimqi Amerika ziyoratini Amerika-Jungo munosabatini muqimlashtirish ustiga qo'yish kerak. Ikki davlat munosabatining texmi ilgirlagan holda yomonlashib ketishidan saqlanish kerak. Shaman yana mundaq ko'rsatdi. Reis Xi Jinping dunyoga, bo'libmi Amerika Qo'shma Shtatlariga
intayin xatarlik bir signal tarqatdı. Xi Jinping Cungunu qaysi tarafga elib menish kerak? Demek hazır Cungu zada qaysi tarafga menish kerak? Bu yolda hem Amerika Qo'shma Shtatlariga hem dunyoga xatarlik bir signal tarqatdı. Onun pozitsiyasi Reis Xi Jinpingning pozitsiyasi zodi nima? Cungu qaysi tarafga taraqqiy qilish kerak? Onun pozitsiyasi Reis Xi Jinpingning pozitsiyasi zodi nima? Amerika qarshi turishmi? Dunyoviy qimmat qarashlariga qarshi turish kerakmi? Yoki haqiqiy ma'noda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan hamkorlashish kerakmi? Demek aç yo'lga kelib qoldi Cungu shu masalada dunyoga va Amerika Qo'shma Shtatlariga xato signal tarqatdi deydi. Amerika qarshi turish kerakmi yoki haqiqiy ma'noda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan hamkorlashish kerakmi? Agar bu masalaga yaxshi javob berilmaydi ekan, undaqda Amerika Cungu munosabatining yaxshi taraf qarab taraqqiy qilishi qiyinga to'xtaydi.